marjandiki me. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Me. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Mening beshidan olinadigan shakli. Misol: miltiq. Mening bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: maymun. Mening oyog'idan olinadigan shakli. Misol: sim. Mening ayrim shakli. Misol: qalam. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Miltiq. Mi harfining beshidan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Maymun. Mi harfining bosh va oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Sim. Mi harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qalam. Mi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. May, mas, mis, pam, nam, tam, as, man, asman, os, man, osman, nim, enim. Ana mektubim. Ajab mehribon, behmu qadrdan, suyimlik makan. Ana mektubim. Nurini chashqan, dilni yo'ritgan, o go'yo quyosh. Ana mektubim.